ko'pincha spiralni ustidan homilador bo'lib qolganda bolani qo'lidan yoki peshonasiga yopishib qoladi yoki qo'li bachadondan tashqari homiladorlik ko'pincha yuzaga keladi. Spiral qo'ydirgandan keyin erim sezadi deyishadi. Klinikasi, ya'ni sun'iy klinikasi chaqiryapti. Hayz normalniy kelmaydi. Assalomu alaykum, men Durdona Faxriddinova, preventiv ginekolog. Bugun sizlar bilan spiral haqida gaplashamiz. Spiralni foydasi, zarari, qanaqa turlari bor, spiral nima uchun bizga kerakligini gaplashamiz. Bachadon ichi vositasi o'zi asosan homiladan saqlash uchun bizga kerak bo'ladi. Bachadon ichi vositasini har xil turlari bor. Masalan, gormonal turi bor, kumush turi bor, mis turi bor. Tarkibiga qarab spiralli bo'linadi va uni ko'rinishi ham har xillari bor. Dumaloq spiral, kolso deyiladi. Keyin T-obrazniy spiral. Bu T-obrazniy ham har xili bor. Kumush T-obrazniy bor, propolisligi bor, kalendulaligi bor va misdan tayinlangan spirallarimiz bor. Keyingisi esa multiloid spiral. Bu multiloidda ham ikki xil turi bo'ladi. Propolis kumushli va oddiy misdan tarkib topgan multiloid turlari bo'ladi. Buni foyda tomonlarini oladigan bo'lsak, bizani homiladorlikdan saqlab turadigan eng bezarar usul hisoblanadi bizani o'zbeklarimiz uchun. Zararli tomonlarini hisoblaydigan bo'lsak, spiralni agar qo'yish usuli qo'yayotgan paytimizda yallig'lanishi, bachadon bo'yni yallig'lanishi bo'lib turib, anemiyasi bo'lib turgan holda spiralni biz bachadon ichiga tiqib qo'ysak, u ayolda va yana anemiya kuchayib ketadi, yallig'lanish prosesslari kuchayib ketadi va shuni hisobiga turbalarni, ya'ni bachadon naylarini bekilib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shu zararli tomonlaridan bachadon bo'ynini bekitib qo'yadi. Bachadon bo'yni bekilgandan so'ng pnevmatishni bo'lishi mumkin ko'pincha. Qanaqa qilib bachadon bo'ynini yallig'lanishga olib keladi spiral deb savollar ko'p berishadi. Buni spiralda o'z ipchalari bo'ladi. Shu ipchalar orqali yallig'lanish tepaga chiqishi mumkin. Bachadon bo'ynidan bachadonga chiqib va trubalarni, naylarni yallig'lantirishi mumkin. Yallig'langandan so'ng yallig'langan bachadon naylarida bilasizlarki, pnevmatishniy holatlar, ya'ni bachadondan tashqari homiladorlik ko'pincha yuzaga keladi. Foydali tomonlari juda ham qulay va zararsiz hisoblanadi biz uchun tabletkalarga qaraganda. Ko'pincha spiralni nimaga yoqtirishmaydi? Spiral qo'ydirgandan keyin menda juda ham ko'p qon ketadi. Yoki spiral qo'ydirgandan keyin erim sezadi deyishadi. Bu noto'g'ri narsa. O'zi shamollagan yallig'lanish, hozir aytib o'tgandek, yallig'lanish ustiga qo'yib qo'ysa, anemiyasi bor qizlar spiral qo'ydirsa, shu holat bo'ladi. Erkaklarga sezilishi uncha ko'p darajada bo'lmaydi. Bu samovnушение bo'ladi. Spiral qo'ydirib keldim degandan keyin agar spiral ekspulsi bo'lmasa, tushib qolmasa, qadalmaydi hech qachon. Iplari juda ham mayin, ingichka va erkaklar u narsani sezmaydi ham. Spirallarimizni turlari bor. Aytib o'tganimdek, gormon chiqazadigan, ya'ni Mirena, mashinaga o'xshagan gormon chiqazadigan spirallarimiz bor. Men uni ko'pincha rekomendovat qilmayman, chunki bu yerda ham spiral saqlaydi, ham o'zidan bir xil mahalda gormon chiqazib turadi. Nimaga men xohlamayman gormonal preparatli spirallarni? Chunki u erta klinikasga olib keladi, ya'ni sun'iy klinikasi chaqiradi. Shuning uchun yosh qizlarimizga ham 20, 25, 22 yosh, 30 yosh qizlarimizga ham spiralni qo'yib qo'yishyapti gormonalni va u ko'pincha klinikasi, ya'ni sun'iy klinikasi chaqiryapti. Hayz normalniy kelmaydi. Hayz normalniy kelmagandan keyin predmenstrualniy sindrom bo'ladi va gormonlarda o'zgarish ketadi. Sog'lom qizlarga hech qachon gormonalniy preparatli spiralni tavsiya qilmayman. Qachon gormonalniy preparatlar qo'yiladi, spirallar qo'yiladi? O'zidan gormon chiqazib turadigan spiral qachon qo'yiladi? Ya'ni bu mioma bo'lganda, katta miomangiz bor, boshqacha yo'l bilan siz saqlana olmaysiz, boshqacha yo'l bilan demak, juda ham ko'p qon ketyapti, shuni saqlab turish uchun, ya'ni klinikani vaqtinchalik to'xtatib turish uchun men bu spiralni tavsiya qilaman. Sog'lom qizlarimizga, yosh qizlarimizga, hayzi norma kelib turadigan, endometrioz yo adenomioz miomalari yo'q bo'lgan qizlarga hech qachon saqlanishi, ya'ni gormon chiqazib turadigan spiral bilan saqlanishni tavsiya qilmayman. Unaqa qizlarimizga yaxshilab shamollashini, yallig'lanishini ketkazib, bachadon bo'ynini tozalab turib, to'g'irlab turib, anemiyasi bo'lmagan holda oddiy spirallarni tavsiya qilaman. Ya'ni mis bo'lganlarni tavsiya qilmayman, kumush bo'lganlarni tavsiya qilaman. Kumushi ham propolis va kalendulasi borli spirallarimiz, ya'ni
yallig'lanishga qarshi bo'lgan spirallarni tavsiya qilaman. Judayam yaxshi ishlaydi и ko'p qon ketkazmaydi. Shu spirallarni yosh qizlarimizga, yosh ayollarimizga va sog'lom ayollarimizga shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Bular ham qon ko'p keltirmaydi, ham uzoq vaqt davom etmaydi. Qachon qon ko'p ketadi spiral qo'yganimizda, ya'ni 10 kun, 15 kunlab qon ketyapti deyishadi. O'zi spiral qo'ygandan keyin 3 oy organizmga adaptatsiya bo'lguncha qon ketish bu norma hisoblanadi. U ham ko'p, ya'ni hayzdan ortiqcha bo'lgan qon ketish emas, hayzdagi qon ketishi, ya'ni 3 kun keladigan bo'lsa 5 kun kelishi norma yoki 5 kun keladigan bo'lsa 7 kun kelishi bu norma hisoblanadi. Agar spiral yaxshi turmasa, bachadonga joylashmasa yoki bachadon kichkina bo'lib turib spirallarni kattasini qo'yib qo'ysa yoki ekspulsiya bo'lib noto'g'ri joylashib qolganda notabiiy qon ketish yuzaga keladi. Ya'ni juda ham ko'p, oylab, 3 oylab, 4 oylab, 2 kun to'xtaydi-da 3-4 kun keladi yoki 3-4 kun to'xtaydi-da 10 kun keladi. Unaqa qon ketish bu norma holat hisoblanmaydi va anemiyani keltirib chiqazadi. Shuni hisobiga biz unaqa ayollarimizga spiral qo'yishni tavsiya qilmaymiz. Ko'pincha qizlarimizda spiralni ustidan ham homiladorlik bo'lib qoladi. Ya'ni ekspulsiya bo'lsa yoki spiral boshqacha o'rnashsa yoki bachadon kattada spiral kichkina bo'lsa, bachadon bo'ynidan spermani ichkariga o'tib ketganini hisobiga homiladorlik bo'lib qoladi, normal homiladorlik bo'lib qoladi, lekin bu kamdan kam holat hisoblanadi. O'zimda ham shunaqa случайлар bo'lgan. Normalniy homiladorlik, normalniy spiral turibdi, ekspulsiya ham bo'lmagan bachadon bo'ynida normada turgan spiral, lekin homilador bo'lib keladi ayollarimiz. Unaqa holat bo'ladi, bo'lishi mumkin. Bu organizm, bu tabiat qonuni, tabiat hodisasi hisoblanadi. Bu normal holat bo'ladi. Unaqa holatlarda homilador bo'lib qolganda spiralni olib tashlashni tavsiya qilmayman, chunki spiralni olib tashlaganda plodniy yitso, ya'ni homila qobig'i bilan birga tortib olib tushishligi mumkin va ugroza bo'lib, tushish xavfi bo'lib tushib qolishi mumkin bola. Shuning uchun spiralni ustidan homilador bo'lib qolgan qizlarimizda spiralni tegmaymiz, tug'ganda o'zi spiral bilan chiqib keladi. Keyin xalqimizda mif bor, ko'pincha spiralni ustidan homilador bo'lib qolganda bolani qo'lidan yoki peshonasiga yopishib qoladi yoki qo'lida ushlab chiqadi yoki spiral qatigadir organiga kirib ketadi degan holat gaplar yuradi. Bu juda ham noto'g'ri informatsiya hisoblanadi. Hech qachon bolani yo peshonasiga yo qo'liga chiqishi mumkin emas. Tug'ayotganda qo'liga ushlab olib chiqishi mumkin, tepada etbetda bo'lib turgan bo'lsa, no organlarning ichiga kirib ketib spiral yo peshonasiga yo boshiga spiral kirib qolmaydi qizlar, chunki homila qobig'i bilan bo'ladi. Homila qobig'ida spiral bu yerda turishi mumkin. Buni ichiga teshib kirib keta olmaydi spiral, teshib kirib ketsa u homiladorlik tushib qoladi yoki yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun spiral bilan homilador bo'lgan qizlarimiz qo'rqishmasin, chunki normal holat bo'lishi mumkin. Faqatgina spiral bilan homilador bo'lgan qizlarimizda ko'pincha bachadon bo'yni yallig'lanishi mumkin. Chunki inorodniy telo, ya'ni organizmimizga yot modda ichkarida qolib ketadi, shu bilan birga homilador bo'lib qoladi. Shuning uchun yallig'lanish chaqirib bachadon bo'yni ochilishi, bachadon bo'ynida har xil infeksiyalar bo'lishi va homilaga ta'sir qilishi mumkin. Shu bittagina yomon taraflaridan biri.